Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 sentyabrdan keyin pensionerlar hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar, deputatlar ko'rib chiqqan yangi tartiblar. Pensiya olish, qayta hisoblash, hujjat topshirish va imtiyozlardan foydalanish bo'yicha eng muhim jihatlar haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, 45 yoshdan oshgan, 75-60 yoshga yaqinlashayotgan. Yaqinlari pensioner bo'lgan har bir oilaga tegishli. Men sizga bu masalani oddiy tilda qo'rqitmasdan, lekin yashirmasdan tushuntiraman. Chunki ko'p odamlar bitta xabarni eshitadi, vahimaga tushadi. Keyin esa noto'g'ri hujjat topshiradi yoki o'ziga tegishli pulni olmay qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan bo'lishing. Chunki bugungi gaplar kimningdir pensiyasiga, nafaqasiga, imtiyoziga va oilaviy byudjetiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Avval pensiya tizimida ko'pchilik uchun asosiy muammo shundan iborat edi. Odam ishlagan, ish staji bor, lekin hujjatlari to'liq emas. Kimdir sovet davrida ishlagan, mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo korxona allaqachon yopilgan. Kimdir xususiy firmada ishlagan, lekin ish beruvchi sug'urta badalini to'liq to'lamagan. Yana kimdir uyda farzand tarbiyalagan, bemor ota-onasiga qaragan, mavsumiy ishlarda ishlagan, lekin bularning hammasi pensiya hisobida to'liq ko'rinmagan. Oldingi tartibda pensioner yoki pensiyaga chiqayotgan fuqaro ko'pincha idora yurishga majbur bo'lardi. Arxivga boradi, hokimiyatga boradi, sobiq korxona izni qidiradi, bankdan ma'lumot oladi. Pensiya jamg'armasiga boradi. Bitta raqam noto'g'ri yozilgan bo'lsa, familiyada bitta harf farq qilsa, tug'ilgan sana bosh ko'rsatilgan bo'lsa, odamning ishi yana ortga qaytardi. Natijada oddiy fuqaro o'z huquqini isbotlash uchun ko'p vaqt, asab va pul sarflardi. Endi o'zgarayotgan asosiy yondashuv shuki, davlat pensionerdan imkon qadar kamroq hujjat talab qilib, ko'proq ma'lumotni elektron bazalar orqali aniqlashga o'tmoqda. Bu juda muhim. Chunki pensiya masalasida eng katta adolatsizlik ko'pincha qonunning o'zida emas, hujjat topilmasligida, ma'lumot bazalarida mos kelmasligida va odam o'z haqini talab qilishni bilmasligida bo'ladi. Men bu yerda eng muhim yo'nalishlarni ketma-ket tushuntiraman. Birinchi yo'nalish pensiya huquqini aniqlashda ish staji va daromad ma'lumotlarini tekshirish bilan bog'liq. Ya'ni faqat mehnat daftarchasidagi yozuv emas, balki soliq, bandlik, sug'urta, ish haqi va elektron mehnat shartnomalari bazalaridagi ma'lumotlar ham muhim bo'ladi. Masalan, bir fuqaro 1995 yildan 2010 yilgacha korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona yopilgan. Oldin u odamdan arxiv ma'lumoti so'ralardi. Arxivda hujjat topilmasa, bu yillarni tasdiqlash qiyin bo'lardi. Yangi yondashuvda esa tegishli bazalarda mavjud ma'lumotlar, soliq to'lovlari, ish haqi qaydnomalari va boshqa dalillar birgalikda ko'rib chiqilishi kerak. Bu pensioner uchun yengillik bo'lishi mumkin, lekin bitta shart bor, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi yo'nalish pensiyani qayta hisoblash bilan bog'liq. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Pensiyaga chiqdim, endi shu summa bilan umr bo'yi qolaman. Yo'q, ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, qo'shimcha staj shakllangan bo'lishi mumkin. Yoki avval hisobga olinmagan ish yillaringizni tasdiqlovchi hujjat topilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Yoki nogironlik guruhi o'quvchisini yo'qotganlik, parvarish bilan bog'liq holatlar o'zgarsa, to'lov turi va miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Uchinchi yo'nalish ijtimoiy yordam va pensiyani aralashtirib yubormaslik. Pensiya bu ishlagan yillaringiz, badallar, staj va qonuniy huquq asosida beriladigan to'lov. Nafaqa yoki moddiy yordam esa ehtiyojmandlik, oilaviy daromad, sog'liq holati, yolg'izlik yoki boshqa maydonlar asosida berilishi mumkin. Ko'p pensionerlar pensiyam bor, demak menga boshqa yordam berilmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Agar pensioner yolg'iz yashasa, dori-darmon xarajatlari ko'p bo'lsa, uyida mehnatga layoqatli bo'lmagan shaxslar bo'lsa, mahalla orqali alohida yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda 45-35 yosh oralig'idagi fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bu yoshda ko'pchilik pensiyaga tayyorgarlikni kechiktiradi. Erkaklar ham, ayollar ham ish stajini, mehnat daftarchasini, elektron mehnat tarixini, pasport ma'lumotlarini, familiya o'zgarishlarini
nikoh yoki ajrim sabab familiya almashgan holatlarni hozirdan tekshirish kerak. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Diplomda esa otasining ismi boshqacha yozilgan. Pensiya yoshiga kelganda shu farqlar muammo bo'lishi mumkin. Buni 28 yoshda emas, 25 yoshdayoq tartibga solish kerak. Chunki hujjatni tiklashga ba'zan bir hafta emas, bir necha oy ketadi. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqib bo'lgan, lekin pensiya miqdoridan norozi bo'lganlar. Men bunday odamlarga har doim aytaman. Faqat norozilik bilan yurish yetarli emas, hisob-kitob asosini ko'rish kerak. Sizning umumiy stajingiz necha yil deb olingan? Qaysi yillar daromad hisobiga kiritilgan? Qaysi davrlar chiqarib tashlangan? Qanday qo'shimcha ustamalar qo'llangan? Agar shu savollarga javob bo'lmasa, siz pensiyangiz to'g'ri yoki noto'g'ri hisoblanganini bila olmaysiz. Uchinchi toifa norasmiy ishlaganlar. Afsuski ko'p odamlar yillar davomida konvertda maosh olgan. Bugun bu yaxshi ko'ringan bo'lishi mumkin. Chunki qo'lga ko'proq pul tekkan. Lekin pensiya yoshiga kelganda muammo chiqadi. Rasmiy daromad kam, staj to'liq emas, badallar yetarli emas. Natijada pensiya ham kutilganidan past bo'ladi. Shuning uchun 45 yoshdan oshganlar uchun eng katta maslahat: qolgan ish yillaringizni rasmiylashtiring, mehnat shartnomasi tuzing, daromadingiz bazalarda ko'rinsin. Birinchi misol, 32 yoshli erkak 35 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida 27 yil chiqqan. Nima uchun? Chunki 8 yil davomida u kichik ustaxonada ishlagan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Ish beruvchi og'zaki kelishuv bilan pul bergan. Odam ishlagan, ter to'kkan, lekin hujjat yo'q. Bu holatda u guvohlar eski ish haqi qaydnomalari, arxiv ma'lumotlari, soliq yoki boshqa dalillar orqali ayrim davrlarni isbotlashga urinishi mumkin. Lekin buni isbotlash oson emas. Shuning uchun bugungi ishlayotgan avlod bunga beparvo bo'lmasligi kerak. Ikkinchi misol, 29 yoshli ayol 25 yil maktabda ishlagan, keyin 6 yil uyda nogiron farzandiga qaragan. U pensiya miqdori kam chiqishidan xavotirda. Bu yerda masala shundaki, ayrim parvarish davrlari qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmasligi mumkin, hujjatlar kerak bo'ladi. Tibbiy xulosa nogironlik ma'lumotnomasi, parvarish qilganlikni tasdiqlovchi hujjatlar, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Agar bu hujjatlar vaqtida yig'ilsa, ayol o'z huquqini yo'qotmaydi. Uchinchi misol, pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Lekin u ilgari yuqori maosh olganini aytadi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, ayrim yillardagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar bazaga kirmagan. Agar u korxona arxividan ish haqi ma'lumotnomasini olsa yoki tegishli tashkilot orqali tasdiqlatsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Albatta, har bir holatda natija bir xil bo'lmaydi. Lekin tekshirmasdan turib, menga baribir hech narsa chiqmaydi deb qo'l siltash noto'g'ri. To'rtinchi misol, yolg'iz pensioner ayol kommunal to'lovlar, dori-darmon va oziq-ovqatdan qiynaladi. U faqat pensiya oladi, lekin mahallaga murojaat qilmagan. Aslida uning oilaviy sharoiti, daromadi, sog'ligi va yashash holati o'rganilganda qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki ayrim imtiyozlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu pensiya emas, alohida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishi. Shuning uchun pensionerlar faqat pensiya jamg'armasiga emas, kerak bo'lsa mahalla ijtimoiy himoya organlari va tibbiyot muassasalariga murojaat qilish kerak. Agar sizning ish stajingiz to'liq rasmiy bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar elektron bazalarda ham ko'rinsa, pasport ma'lumotlaringiz hujjatlarda bir xil bo'lsa, ish haqi va soliq ma'lumotlari tertibli bo'lsa, siz haddan tashqari xavotirga tushmasligingiz kerak. Bunday fuqarolar uchun yangi tartiblar aksincha jarayonni tezlashtirishi mumkin. Lekin men xavotir olmang deganda hech narsani tekshirmang demayapman. Har bir fuqaro o'z ma'lumotini kamida bir marta tekshirishi shart. Chunki bazadagi bitta xato ham kelajakda muammo tug'diradi. Masalan, ishga kirgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ishdan bo'shagan sana ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Familiya almashganda eski ma'lumot yangi shaxsiy kabinetga ulanmagan bo'lishi mumkin. Bular mayda ko'rinadi, lekin pensiya hisobida katta ahamiyatga ega. Eng birinchi nozik jihat, hamma o'zgarish hammaning pensiyasini avtomatik oshirib yubormaydi. Odamlar ko'pincha deputatlar qaror qildi, endi pensiyam oshadi deb kutadi. Aslida pensiya oshishi uchun aniq asos kerak. Staj qo'shilishi kerak, daromad qayta hisobga olinishi kerak.
imtiyozli toifa tasdiqlanishi kerak yoki davlat tomonidan umumiy indeksatsiya e'lon qilinishi kerak. Shunchaki yoshga qarab yoki xabar eshitgani uchun pensiya o'z-o'zidan ko'paymaydi. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki va'da hujjat o'rnini bosmaydi. Men o'sha yerda ishlaganman, hamma biladi degan gap insoniy tomondan tushunarli. Lekin pensiya hisobida rasmiy dalil kerak. Guvoh ko'rsatmasi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin, ammo u ham tartib asosida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun eski ish joyingiz bo'yicha har qanday hujjatni saqlang. Mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi. Arxiv javobi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, 3-nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Ko'p yurtdoshlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlarning pensiyaga ta'siri davlatlararo kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovlari va hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, bu davrni pensiyasi stajiga qo'shish qiyin bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, tegishli hujjatlarni oldindan yig'ish kerak. 4-nozik jihat, pensiya va ishni davom ettirish. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu yomon emas, aksincha, rasmiy ishlash qo'shimcha huquqlar berishi mumkin. Lekin ish beruvchi bilan shartnoma, maosh, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri yuritilishi kerak. Agar pensioner ishlayapman deb o'ylasa, lekin hujjatda u umuman ishchi sifatida ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin qayta hisoblashda muammo bo'ladi. 5-nozik jihat. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasidan pul ushlab qolinyapti deb shikoyat qiladi. Buning sababi aliment, kredit, sud qarori, ijro hujjati yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya jamg'armasi bilan birga majburiy ijro byurosi yoki bankdan ham ma'lumot olish kerak. Chunki ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lsa, uni faqat pensiya bo'limiga borib to'xtatib bo'lmaydi. Avval sababini aniqlash. Keyin e'tiroz bo'lsa, rasmiy tartibda shikoyat qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Hamma hujjatda ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir xil yozilganmi tekshiring. Agar farq bo'lsa, uni hozirdan tuzatishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, mehnat faoliyatingizni ro'yxat qiling. Qaysi yil qayerda ishlagansiz, qachon kirgansiz, qachon chiqqansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona hozir bormi yoki yopilganmi? Bularni daftar yoki telefoningizga yozib chiqing. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin pensiya yoshida odam 30 yil oldingi sanalarni eslay olmay qoladi. Ayniqsa bir nechta joyda ishlaganlar uchun bu juda muhim. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Agar imkoningiz bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyUz. Soliq yoki mehnat bilan bog'liq rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumotlaringizni ko'ring. Agar o'zingiz kira olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, SMS kodlarni begona odamlarga bermang. Chunki shaxsiy ma'lumot xavfsizligi ham juda muhim. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat aniqroq natija beradi. Murojaatda shunday yozish mumkin. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji va qaysi daromad davrlar inobatga olingani haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar qayta hisoblash asoslari bor deb hisoblasangiz, qo'shimcha taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozasiz. 5-qadam, hujjat nusxalarini saqlang. Pensiya bo'limiga, mahallaga, arxivga yoki boshqa idoraga hujjat topshirsangiz, albatta nusxa oling. Ariza bergan bo'lsangiz, qabul qilingan sanasi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlang. Keyin men bergandim deb isbotlash qiyin bo'lmasin. 6-qadam, arxiv bilan ishlang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, hokimiyatga. Sobiq tashkilot vorisiga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, ishdan bo'shaganlik, ish haqi miqdori, lavozim bo'yicha ma'lumotnoma so'raladi. Arxiv javob bermasa yoki topilmadi desa, bu javobni ham saqlang. Chunki keyingi murojaatlarda u ham dalil sifatida kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, tibbiy va ijtimoiy holatni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Agar nogironlik, parvarish,
o'quvchisini yo'qotganlik, yolg'izlik, og'ir kasallik, dori-darmon ehtiyoji bo'lsa, bularning hammasi rasmiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mahalla dalolatnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, rad javobi olsangiz to'xtab qolmang. Rad javobi og'zaki bo'lsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Agar sababga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organ adliya, xalq qabulxonasi yoki sud tartibida murojaat qilish imkoniyati bor. Men har doim aytaman. Huquqni talab qilish, janjal qilish degani emas. Bu qonuniy yo'l bilan o'z haqingizni so'rash degani. Birinchi navbatda pensiyangizni oshirib beraman deb pul so'raydiganlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga yashirin yo'l bilan qonuniy pensiyani oshirib bera olmaydi. Pensiya faqat hujjat, staj, daromad va qonun asosida qayta hisoblanadi. Agar kimdir tanishim bor, pul bering, hal qilib beraman desa, bu juda xavfli. Siz pulingizdan ayrilishingiz, hujjatlaringizni begona odam qo'liga berib qo'yishingiz yoki noqonuniy ishga aralashib qolishingiz mumkin. Ikkinchi xavf, ijtimoiy tarmoqlardagi tekshirilmagan xabarlar. 25 sentyabrdan hammaning pensiyasi 2 barobar bo'ladi. Hujjat topshirmaganlarning pensiyasi to'xtaydi. Hamma pensioner qaytadan ro'yxatdan o'tadi. Kabi gaplar ko'p tarqaladi. Bunday xabarni ko'rsangiz, darhol vahimaga tushmang. Rasmiy manbani tekshiring. Hukumat qarori, vazirlik yoki pensiya jamg'armasi e'loni, davlat xizmatlari portali ma'lumoti bor yo'qligini ko'ring. Uchinchi xavf, muddatni o'tkazib yuborish, ayrim arizalar. Shikoyatlar yoki qayta hisoblash talablarida muddatlar muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyin boraman deb yuravermang. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar hujjatlarni kamida 6 oy oldin tekshirib qo'yish kerak. Bu sizga xotirjamlik beradi. Bugungi mavzuda men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. 15 sentyabrdan keyingi o'zgarishlar pensionerlar va pensiyaga yaqinlashgan fuqarolar uchun hujjat, staj, elektron baza, qayta hisoblash va ijtimoiy yordam masalalarini yanada dolzarb qiladi. Oldingidek faqat kutib o'tirish to'g'ri emas. Endi har bir fuqaro o'z ma'lumotini tekshirishi, hujjatini tartibga keltirishi, kerak bo'lsa yozma murojaat qilishi va o'z huquqini aniq bilishi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, xavotir kamroq. Agar ish stajingizda uzilishlar bo'lsa, familiya yoki sana xatolari bo'lsa, norasmiy ishlagan davrlaringiz bo'lsa, pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, hozirdan harakat qiling. Eng katta xato bu beparvolik. Eng to'g'ri yo'l esa hujjatlarni yig'ish. Rasmiy manbaga murojaat qilish va har bir javobni yozma shaklda olish. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deb o'ylaysizmi? Yoki sizda ham staj, hujjat qayta hisoblash bo'yicha muammo bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat kimningdir pensiyasini, oilaviy daromadini va xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.